Siz hozirgina ko'rib turgan dunyongiz aslida biz bilgan narsalarning juda kichik bir qismi, xolos. Tasavvur qiling, oramizda shunday sirlar borki, ularni yechishga urinish insonni aqldan ozdirishi mumkin. Nega 600 yildan beri birorta olim o'qiy olmagan kitob hamon mavjud? Okean tubidan kelgan o'sha dahshatli tovush ortida nima yashiringan? Va nihoyat, nima uchun ba'zi odamlar izsiz yo'qoladi-yu, ularning qoldiqlari ham topilmaydi? Bugun biz insoniyat tarixidagi eng tushunarsiz va qo'rqinchli o'nta sirni ochamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bir o'rindagi jumboq sizni tuni bilan uxlashga qo'ymasligi aniq. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Sir, Voynich qo'lyozmasi bu kitob bundan 600 yil avval yozilgan. Lekin dunyodagi birorta kuchli tilshunos yoki shifrlash mutaxassisi undagi birorta so'zni o'qiy olmagan. Kitob galati osimliklar, yulduzlar xaritasi va tushunarsiz rasmlar bilan to'la. Ba'zilar buni ozga sayyoraliklar tili desa, boshqalar buni shunchaki qimmatli hazil deb hisoblaydi. Biroq oradan asrlar o'tsa ham, bu kitob nima haqidaligi sirligicha qolmoqda. Okean tubidagi sirli tovush. 1997 yilda okean tubidan shunday kuchli tovush yozib olindiki, u 5000 kilometr masofagacha yetib bordi. Olimlar buni kokkitdan ham bir necha barobar kattaroq maxluq chiqargan deb o'ylashdi. Garchi keyinchalik bu muz qochishi deyilsa-da, ko'pchilik hali ham okean tubida biz bilmagan ulkan maxluqlar borligiga ishonadi. Afsuski, zamonaviy texnologiyalar ham bu tovushning asl manbasini hali ham aniqlay olmadilar. Sir, Bermuda uchburchagi. Atlantika okeanidagi bu hududda yuzlab kemalar va samolyotlar izsiz yo'qolgan. Eng galati joyi shundaki, ularning qoldiqlari ham, odamlar ham hech qachon topilmaydi. Bu yerda magnit maydoni buziladimi yoki bu yer ozga dunyoga otish eshigimi? Minglab tadqiqotlarga qaramay, bu hududdagi yo'qolishlar sababi sirligicha qolmoqda. Sir, Dyatlov dovoni fojiasi. 1959 yilda 9 nafar tajribali alpinist tokda tushunarsiz holatda vafot etdi. Ularning chodiri ichkaridan pichoq bilan kesilgan, odamlar esa hatto poyabzalsiz qochib chiqishgan. Ularning tanasidagi jarohatlar shunchalik kuchliki, go'yo ularga ulkan mashina urilgandek. Bunga nima sabab bo'lgan? Qor odami, harbiy sinovlar yoki ozga sayyoraliklarmi? Ushbu mudhish voqea tafsilotlarini olimlar hali ham aniqlay olmadilar. 5 sir. Nazca chiziqlari. Peru chollarida yuzlab ulkan rasmlar bor. Maymun, qush va galati shakllar. Bu rasmlarning uzunligi bir necha yuz metr bo'lib, ularni faqat samolyotda tepadan ko'rish mumkin. 2000 yil avvalgi odamlar uchishni bilishmagan bo'lsa, bu rasmlarni kim uchun va qanday qilib chizishgan? Bu ulkan san'at asarlarining maqsadi hozirgacha sirligicha qolmoqda. 6 sir. Bob signali. 1977 yilda astronom Jerry Eyman kosmosdan kelgan galati radio signalni tutib oldi. Signal 72 soniya davom etdi va u aynan ozga sayyoraliklar yuborishi mumkin bo'lgan chastotada edi. Jerry qog'ozga hayratdan "Wow" deb yozib qo'ydi. Shu kundan beri bu signal boshqa qaytarilmadi. Koinotdan kelgan bu salomning ma'nosini insoniyat hali ham aniqlay olmadi. 7 sir. Piramidalar siri. Misr piramidalari shunday aniqlikda qurilganki, hozirgi zamonaviy texnikalar bilan ham bunday aniqlikka erishish qiyin. Har biri 2,5 tonna keladigan toshlar qanday qilib bir-biriga millimetrgacha moslangan? Qadimiy quruvchilar qanday mo'jizaviy usuldan foydalanganliklari hamon sirligicha qolmoqda. 8 sir. Yuzsiz jeli yomg'ir. 1994 yilda Amerikaning Oakville shahrida osmondan suv emas, balki galati yelimga o'xshash modda yog'di. Bu yomg'irdan keyin hamma odamlar kasal bo'lib qolishdi. Laboratoriya tekshiruvi shuni ko'rsatdiki, bu jeli ichida inson hujayralariga o'xshash tirik bakteriyalar bo'lgan. Ushbu galati yog'in siri olimlar tomonidan hali ham aniqlanmadi.
9 sir. Qadimiy uchar jismlar. Hindistondagi qadimiy ibodatxonalarda va devoriy rasmlarda uchar likopchalarga o'xshash tasvirlarni ko'rish mumkin. Matnlarda esa Vimana deb ataluvchi uchar qurilmalar haqida batafsil yozilgan. Nahotki ming yillar avval ajdodlarimiz koinotga ucha olishgan bo'lsa? Ushbu texnologiyalarning haqiqiy ekanligi yoki afsonaligi hamon sirligicha qolmoqda. Sir. Antiktera mexanizmi 1901 yilda chokib ketgan kemadan bronza mexanizm topildi. Bu qurilma 2000 yil avval yaratilgan bo'lib, u sayyoralarning harakatini aniq ko'rsatadigan dunyodagi birinchi analog kompyuter edi. Bunday murakkab texnika antik davrda qanday paydo bo'lib qolganini mutaxassislar hali ham aniqlay olmadilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dunyo biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha murakkab va jumboqlarga boy. Insoniyat ilm-fanda qanchalik ilgarilamasin, tabiat va koinot o'z sirlarini osonlikcha ochib bermaydi. Balki kun kelib bu jumboqlarning javobi topilar, balki ular abadiy sir bo'lib qolar. Sizningcha bulardan qaysi biri eng hayratlanarlisi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha